O'zbekiston xalqi mana hech kim bo'lam demasin ekan. Qiynalib turibman. Shunga sal yordam bersalaring. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Yangiobod shahriga keldik. Ulug'bek akamiz xonadonlaridamiz. O'g'illari Humoyinjonning mana shu buyrakda suv yig'ilishi bilan davolatyapsizlarmi? 2 oydan beri davolatyapmiz. Toshkentga yotib keldik 10 kun. O'zimizga 4 hafta yotdik. Qon ko'paytirish bo'yicha. Shu qoni buyragi kasalligi muammosi bo'yicha qoni ko'tarilmayapti. Ko'tarishga yo'l bermar ekan doktorlar bo'yicha buyuryapti. Chunki tez lichini olib turish kerak qon ko'payishi uchun. Qoni tushib ketyapti shu buyrak hisobidan. Kechalari yig'ilib chiqadi, og'riqdan uxlay olmaydi. Kunduzi yaxshi o'ynaydi. Kechasi ertalabgacha yig'ilib chiqadi. Qornini yerga beradi. Bu lichina qog'oz qayerlardan kelgan? Bu Toshkentda. Toshkentniki. Bari Toshkentniki. Ko'rib turganlaringiz Toshkentniki ekan. Jizzaxniki ham? Mana ular bari Toshkentniki, mana katta qog'ozdaylar. Mana maydalari mana Jizzaxniki kecha qonni keyin oladi. Ha, Jizzaxning qon lichinasi, mana shu qog'ozlari. Toshkentniki mana har bittasiga mana shularga pul to'lab lichina qildiradi. Har bir analizlarga pul to'lab tushiramiz apparatlarga. Faqat orderimiz operatsiya uchun ekan, u o'tmar ekan. Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Mana hech kim bo'lam demasin ekan. Mana sal mablag'dan sal qiynalib turibman. Shunga sal yordam bersalaring. Savodbek odamlarga iltimosim shu. Sizlarga hammalaringga rahmat. Bu videoni iloji boricha yaxshi insonlarga, ko'ngli ochiq, saxiy insonlarga yuboringizlar. Allohning yo'lida bir ehson qilsalaringiz, ajrini, savobini o'zlaringiz yaxshi bilasizlar, tushunasizlar. Alloh yo'lida ehson qilsalaringiz juda ham yaxshi bo'ladi. Shu oilaga iloji boricha bir yordam qilib, qo'llab-quvvatlab olsak, shu ko'chamiz yaxshi bo'lib ketadi degan umiddamiz.